Uchxonaga Yunusobod 9-kvartal 2 xona 3 xona qilingan 71,5 kvadrat Bankovskiy dom. 2011-yilda qurilgan g'ishli, esingizda bo'lsa, mana bu yaqinda birinchi etaj reklama qilingan, bir haftaga qolmay sotilib ketgan. Atroflari yaxshi joylar, uyga ham remontlari bor, ichini ko'rsatamiz. Mana 4-qavatga chiqdik. Mana bu kiruv-ishlar, mana shu ko'rayotgan hamma narsalar qo'yiladi. 2 xonani 3 xona qilib qo'yishgan. Mana bu yoq spalni ko'rsatib ketaveraylik. Pishgan g'ishlarda bo'lgan o'sha aytganimdek Bankovskiy yoqda oyna romlari bor. Mana bu yasalgan xona, bu yerda ham romi bor. Ana 3-xonasi mana shu. Lekin polnotsenniy 3 xona bo'lgan. Mana bu yog'imiz mana zal. Zallari ham katta, keng, chiroyli. Bitta kupe qilib qo'ygan, hozirlarga tushuntiraman uni nimaligini. Lekin chiroyli chiqqan. Endi mana koridor bo'ylab ketamiz. Mana bu yog'imiz mana hojatxonasi. Alohida qilingan, kenggina. Mana bu yog'imiz mana vanna. Mana bu yoqda oshxona. Balkoni o'zi 2-3 metrga, 6 metr, 7 metr ketgan mana. Qilib qo'ygan, bu yerda pishirsizdlar qildinglarmi? Mana mana divanni, stol-stolni qo'yib turib, shu yerda yeb ichib o'tirsa ham bo'ladi. Bu yoq zalga xalaqit qilmaydi. Mana bu yerda parda tutsanglar, ichkarida mehmonlar ham o'tiradi. Xullas, uy zo'r, yangi remontli, 71,5 kvadrat, narxi 87 ming. Ozgina kelishtiradigan joyi bo'ladi. Tez harakat qilinglar, betlarda yaxshi sotilib ketadi. Tamom.